Ajratilgan pullarni o'g'irlayotgan prezidentga o'ta yaqin bo'lgan korrupsionerlar buni yaxshi bilishardi. Shuning uchun ular qishloq xo'jaligi vaziri etib tayinlangan yosh kadr Aziz Voitovni tayinlanganiga 1 yil to'lar to'lmas qurbonlikka keltirishdi. Atigi 1 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan Aziz Voitov 2023-yilning oktyabrida ishdan olindi va o'sha yilning dekabrida qamoqqa olib ketildi. Unga bir qator iqtisodiy jinoyatlarga bog'liq ayblovlar qo'yildi. Yaqinda sobiq O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Aziz Voitovga hukm o'qildi. Sud hukmiga ko'ra Aziz Voitov Jinoyat kodeksining 167-moddasi o'zlashtirish yoki restoratsiya yo'li bilan talon-toroj qilish 3-qismi A bandi va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topildi. Unga nisbatan yetkazilgan moddiy zararning o'rni to'liq qoplanganligi sababli 3 yil muddatga boshqaruv tizimi, rahbarlik va mansabdorlik hamda moddiy javobgarlik lavozimlarini egallash huquqidan mahrum qilgan tarzda bazaviy hisoblash miqdorini 400 baravar miqdorida jarima va har oylik ish haqini 30%ni davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Qishloq xo'jaligining muhim sohasi bo'lgan issiqxonalar va bog'dorchilikka yo'naltirilgan million dollarlar ham badar ketdi. Shuncha pullarni talon-toroj qilganlar tergovda pullarni qaysi vazir, qaysi maslahatchining cho'ntagiga to'kishgani haqida miq etishmadi. O'z homiylarini sotishmadi. Evaziga bog'dorchilik va issiqxonalarni rivojlantirish agentligining sobiq rahbari Husniddin Karimov Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan atigi 8 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi oldi. Husniddin Karimov albatta 8 yil qamoqda o'tirmaydi. 1 oydan keyin u chiqib keladi va o'zini tadbirkorlikka ursa kerak. Chunki u negativ yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra agentlik rahbari bo'lib turgan vaqtda bog'dorchilik va issiqxonalarga ajratilgan katta miqdordagi agentlik pullarini yashirishga muvaffaq bo'lgan. Pullarning bir qismini Husniddin Karimov o'zi tug'ilib o'sgan